Assalomu alaykum, hormanglar, sportsmenlar, oddiy bolalar, hammaga assalomu alaykum. Men hozirlarga zo'r uslub o'rgataman. U qanaqa uslub? Mana shu ko'cha-ko'yda yurganingizda o'zingizga ishonch bo'ladi. Zo'r bo'lib ketmaysizlar, bu hamma yoqlar chiqib ketmaydi. O'rtada yurasizlar. Baribir zo'r bo'la olmaysizlar. Men ham zo'r bo'la olmayman, boshqasi ham zo'r bo'la olmaydi. Zo'rlar yerda yotibdi. Bundan keyin ham bo'ladi, zo'rman deganlar ketdi ham. Xullas qaranglar, eng zo'r mashq bu nagruzka ham emas, normal o'rtacha. Har kun emas, kun ora kelasizlar. 10 ta turnik tortilasizlar. Oddiy 10 ta turnik tortilasizlar. Tushasizlar. 1 minut dam olib, 10 ta 100 qilasiz. Tushasiz, 1 minut dam olasiz. 10 ta ajimanga qilasiz, 1 minut dam olasiz. 10 ta prisedaniya qilasiz va 2 minut dam olib, xuddi shu qilgan narsani yana bitta qaytarasiz. 10 ta turnik 1 minut dam, 10 ta turnik 10 ta 100 1 minut dam, 10 ta ajimanga 1 minut dam. 10 ta prisedaniya 2 minut dam. Xuddi shunaqa kun ora 3 marotaba qaytarib tursangiz, sizdan kuchli odam bo'lmaydi. Eng kuchga to'la, bu kiyim kiysangiz ham, qomatlaringiz ham chiroyli bo'ladi. Hamma narsaga bir mos bola bo'lasiz. Xullas, juda ham bo'rtib ketib, hamma yo'q qaynab ketmaydi. Chiroyli formada bo'lasiz. Sport bilan shug'ullaninglar, Xudo kuch-quvvat bersin. Ketdi.